har bir g'alaba u ko'rinadigan lahzadan ancha oldin boshlanadi. Uni faqat his qilish mumkin. Sizning mehnatingiz, Bizga qilayotgan e'tiboringiz, Bizni qo'llab-quvvatlashingiz. Bizga berayotgan mehringiz, Biz uni har kuni his qilamiz. shuning uchun biz buni bilamiz. men To'rabek Nazarqulov Parakanoida eshak ish bo'yicha jahon chempionatining sovrindoriman. Suvda oldinga siljish uchun har bir eshakning zarbasi muhim. Sportdagi yo'limda sizni qo'llab-quvvatlashingiz menga ana shunday kuch beradi. Menga sovg'a qilgan protezingiz shunchaki yordam emas edi. O'sha kundan boshlab o'zimga bo'lgan ishonchim yanada ortdi. Har safar mashg'ulotga chiqqanimda siz bildirgan ishonchni his qilaman. Shahnoza Shavkatovna, bu ishonchni yangi g'alabalar bilan oqlashga harakat qilaman. Men Nurxon Qurbonova, Parij Paralimpiya o'yinlari chempioniman. Parij Paralimpiya o'yinlarida birinchi bahsimda yutqizib qo'yib, bronza medalni qo'lga kiritganimda juda ham tushkunlikka tushib qoldim. Shunda siz bilan ko'rishganimizda keyingi bahslaringizda Xudo xohlasa albatta oltin medalni qo'lga kiritasiz deb menga ishonch bildirdingiz. Sizni menga bildirgan ishonchingiz quloqlarimda qoldi va musobaqa jarayonida menga katta kuch berdi. Rekord o'rnatib, Parij Paralimpiya o'yinlarini oltin medalni qo'lga kiritib, sizga bergan va'damning ustidan chiqdim. Shahnoza Shavkatovna, men bergan va'damning ustidan chiqqanimda siz mendan-da ko'proq xursand bo'lgandingiz. Bu lahzalarni hech qachon unutmayman. Men Asila Mirzayorova, Parij Paralimpiya o'yinlarining chempioniman. Paralimpiya o'yinlaridan oldin uchrashganimizda siz "Men ham boraman, sizlarni oldingizda turaman" degandingiz. Musobaqa davomida ham natijalarimizni kuzatib, doim biz bilan aloqada bo'lgansiz. Hatto menga yuborgan ovozli xabaringizni eshitganimda, bu menga yana ham kuch va ishonch berdi. Men har doim sizni menga o'z singlizdek munosabat bildirishingizni his qilaman. Shahnoza Shavkatovna, Parijda yuborgan o'sha ovozli xabaringiz menga haligacha kuch beradi. Men Uljon Amriyeva para-dzyudo bo'yicha jahon chempioniman. 2025-yilda bo'lib o'tgan jahon chempionatida tarixiy g'alaba bilan qaytdim. O'shanda para-dzyudo bo'yicha ayollar o'rtasida ilk jahon chempioniga aylandim. Siz bilan uchrashuvimiz aynan mening tug'ilgan kunimga to'g'ri kelgandi. Tarixiy yutuq qilib keldingiz. Siz birinchi marta para-dzyudoda ayol kishi yutganini bilasizmi? O'zbekiston uchun, hamma uchun katta yutuq. Shahnoza Shavkatovna, menga bildirgan ishonchingizni yangi g'alabalar bilan oqlashga harakat qilaman. Men Go'zal Ishmirzayevani ayasiman. Qizimiz Surda Olimpiya chempioni bo'lganida Shahnoza Shavkatovna o'zlari shaxsan tabriklaganlar. Keyinroq qizimiz Go'zal betob bo'lib qoldilar. Mashg'ulotlar va musobaqalarga bora olmay qoldi va qattiq tushkunlikka tushdi. Shunda ham Shahnoza Shavkatovna e'tibor ko'rsatib, qizimiz Go'zalni qo'llab-quvvatlaganlar. Go'zal qizimiz bundan ta'sirlanib, rosa yig'lagan va "Ayajon, meni unutishmabdi. Men yana qaytaman va O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga yana ko'tarishga va'da beraman" degan. Hurmatli Shahnoza Shavkatovna, siz nafaqat qizimga yordam berdingiz, balki unga yashashga umid va ishonch paydo qildingiz. Buni biz bir umr unutmaymiz. men Ismoil Burxonovning oyisiman. Farzandida nogironligi bor har bir ona eng avvalo mehr va e'tiborni his qilishni istaydi. Shahnoza Shavkatovna, sizning ijtimoiy himoya sohasida qilayotgan ishlaringiz tufayli biz kabi minglab oilalar o'zini yolg'iz his qilmaydi. Biz bu mehrni va e'tiborni nafaqat ko'ramiz, balki har kun his qilamiz. Shahnoza Shavkatovna, siz berayotgan mehringizni nafaqat biz, balki minglab oilalar his qiladi. Biz buni bilamiz. Shahnoza Shavkatovna, sizda prezidentimizning bizga bo'lgan mehrlari, e'tiborlari va insonparvarlik fazilatlarini yaqqol his qilamiz. Sizni tavallud ayyomingiz bilan O'zbekiston Milliy Paralimpiya qo'mitasi oilasi, Adaptiv sport turlari sportchilari hamda ularning ota-onalari nomidan sizni tavallud ayyomingiz bilan chin dildan tabriklaymiz. tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin.